qarang, mashalloh. Kattadan like bosib qo'yasizlar. Bozordagi eng katta ot. Obunachilarda xolasa videoda orcha ko'rib turing. Qo'ldan kelgancha narxlarini xolasa bilib beramiz akalar. Bittadan like bosib obuna qo'yishni unutmaysizlar. Assalomu alaykum. Chorvoqdagi hurmatli obunachilar, akalar, xudo xolasa bugungi videolarimizda orcha ko'rib turasizlar. Ot ishqibozlar uchun bugungi akalar xolasa ot narxlarini batafsil ma'lumotini xolasa bilib beramiz akalar. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon Chorbozoridamiz akalar. Xolasa qo'llab-quvvatlab dedan like tugmachani bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Bugungi sanamiz 28-iyul hafta kuniga seshanba 2026-yil keladi. Sonlari nechta ekan bu yerda? Soni 8 boshadi xolasa qarang aka. Ot ishqibozlar uchun bu yosh nechadan nechigacha aka bo'ladi yosh? 8 yoshargacha da xolos akalar. Bo'ylar nechiga beramiz aka bo'ladi? Bo'ylar 65 dan da xolasa 157 atrofida olaverasizlar akalar. Bular 70 ketib bo'ladi aka. Narxi qanchadan qanchagacha aka bo'ladi? 35 dan 35 million so'mdan. 35 million 40 million so'm atrofida keladi. Xolasa telefon nomeri aytamiz. Telefon qilaverasiz. Mana shu qizildan bag'an o'rnigacha ikkinchisidan akamizniki. Telefon nomeri nech? 95lik. 95lik 172 82 92 telefon raqamiga keladi. Telefon qilaverasizlar. Keyingisi aka telefon nomeri 94lik 306 3900 telefon raqamiga keladi. Bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Matlabunachilar bu yosh necha yosh ekan aka bu? Yoshni bilmaysiz-a, xudo xolasa. Foydasini bilamiz. Foydasini bilamiz. Bu bo'y necha aka buni? O'lchamaganmiz. Bu o'lchanmagan, telefon qilsa o'lchab berasiz aka. Qisir. Narx qanchaga beramiz aka buni? 20 million so'm kam bor-a. Xudo xolasa akalar telefon qilaverasizlar, kimga yoqqan bo'lsa. Telefon nomerni aytib o'tsak aka, telefon nomer. Telefon nomer necha aka? Yo'qda men sotib olaman o'zi. Bo'ldi, hurmatli obuna. Bo'lmaydi. Bo'ldi. Aka yosh necha ekan yoshi? 4 yosh. Yosh 4 yosh edi xolasi mana hurmatli obunachilar. Bunisi 5 yashar-a. Bu aka bo'g'oz. Bo'g'ozi kelasiz ham. Bu aka bo'y bas nechaga beramiz bo'yi? Necha chiqadi buni? 1.35, 1.50. 1.35 bunisi 1.50 ekan hurmatli obunachilar. Bu aka narxini qanchaga beramiz obunachilarimizga? 20 million so'mdan da xolasa kam bu akalar, da xolasa telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Bu telefon nomeri necha aka? 88lik 259 26 27 telefon raqamiga keladi, telefon qilaverasizlar. Akalar videolarimiz boshladi. Bu aka yosh necha ekan? Yosh 5 yashar. 5 yashar aka. Bu aka narxini qanchaga beramiz obunachilarimizga? 21 kam bor. 21 million so'm chiroyli kam bor aka, da xolasa mana ko'raverasizlar hurmatli obunachilar. Bu telefon nomeri necha aka? Telefon nomer. Bu ham bormi aka? Bu yosh necha ekan bular? Yosh. Yoshi 5 yashar ekan. Bu ham 5 yashar edi xolasa. Bo'y bas nechaga chiqadi bo'yi aka bularda? 1.55. 1.55 bu ham aka? Bola bu ina bola aka. Bu ina bolasi narxi qancha aka? 28 kam. 28 million so'm kam boradi xolasa mana hurmatli obunachilar. Ko'raverasizlar. Bunisi aka oqi. Narx qancha bunisi oqini? Buni ham 21 million so'm kam bor ekan hurmatli obunachilar. Bu xolasa telefon nomeri necha aka? 93lik 646 646 45 50. 45 50 telefon raqamiga telefon qilaverasizlar akalar. Flash qog'ozlar uchun aka da xolasa zo'ridan. Yenasi yosh necha ekan aka? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi aka da xolasa mana ko'raverasizlar, bolasi ham yaxshi. Bo'y necha keladi aka enasini? 1.50 keladi aka. Narx qanchaga beramiz obunachilarimizga? 25 million so'm ena bola kam bor akalar. Da xolasa telefon qilaverasiz. Telefon nomerni aytib o'tsak aka nechilar? Telefon nomer 93lik 946 6946 telefon raqamiga keladi, telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Obunachilarda xoloslar shu bilan videolarimizni yakunladik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana Alloh taolo chorvasiga barakasini bersin akalar.